mini vlogcha. Xullas, o'g'iljonim bugun yakshanba bo'lgan munosabati bilan mazza qilib qaynukam va adasi bilan ko'chada o'ynadi. Bolalar maydonchasida mana shunaqa sharsharalar suv oqadigan qilib qo'yishgan va undan o'g'lim mazza qilib bahramand bo'lib cho'milib oldi. Ko'rib turganingizdek suv muzday. Men o'g'limni ovqatlanishga boramiz deb kiyintirib jo'natib yuborsam, ular shappa-shalobba qilib olib kelib berishdi. Men esa harakatni boshladim. Yangi olgan Ayestura kremini test qilib ko'rdim. Bu yozgi letniy yuzga tushadigan va sizlar bilan Getari devizmi oldim. Sababi qaynukamni g'iybatda qilamiz. Qaynukamni devishkasini birga o'zi bilan doim olib yuradi va doim birga yurishadi. Men hayron qolgan tomonim prosta ular sevishganga o'xshaydi, lekin qaynukam biz sevishmaymiz deydi. Ayniqsa qaynukam bilan qizini devishkasini o'rtasida juda ham katta farq bor. Sababi qiz o'zidan ozgina kattaroq va qiz oldin turmushga chiqqan va 11 yoshli qizi bor, ajrashgan. Qaynukamdan juda ham ko'p so'raganman. Sizga qanaqadir boshqacha tuyulmaydimi? Masalan, uni oilali bo'lgan ekan, nimaga ajrashgansiz so'ramaganmisiz deb men qiziqib so'raganimda, menga uni hayotini va o'tmishini qizig'i yo'q. Nima o'tmishida nima bo'lgan bo'lsa, ularning ikkalasining o'rtasidagi muammo, men uni o'tmishini yuziga solib, uni ko'nglini og'ritishni xohlamayman degan javobni olganman. To'g'risi buni eshitib juda ham hayron bo'lganman va nega unda bir-biringizga mosli oila qurmaysizlar deganimda, qaynukam xarakterlarimizda ozgina muammo bor, meni xarakterim sal og'irroq. Oila qurishga tayyormanmi yo'qmi hali buni bilmayman degan javobni oldim. Xullas, ovqatlanib mazza qilib o'rdak go'shtini yedik. Ular bo'lsa kinoga ketishdi. Meni iPadim buzilib qolgan. Hurmatli Erjonimning oyoqchalari tufayli iPadim samolyotda buzilib qolgan edi. O'shani to'g'irlatgan magazinga bordik, lekin magazin bugun yakshanba bo'lgani uchun yopiq ekan va uyga qaytdik. Hammaga xayr.